8-yanvar 2026-yil soat 19:00 da Mening yurtim telekanalida Fitna serialining ikkinchi mavsum 26-qismi namoyish etiladi va bu qism voqealar rivojida muhim burilish bo'lishini darhol his qildiradi. Serial har bir sahnada tomoshabinni ichki keskinlik va ruhiy qarorlar bilan yuzlashtirishni davom ettiradi. Fitnaning asosiy kuchi voqealarni shoshmasdan, lekin chuqur ma'noda ochib berishida. Ushbu qismda qahramonlarning ichki kurashi, sukut ortidagi haqiqat va qarorlar og'irligi yanada yaqqol ko'rinadi. Har bir dialog oylangan, har bir pauza esa bejiz emas. Tasvir va musiqiy yechimlar serial ruhiyatini yanada boyitadi. Kadrlar orqali berilgan hissiyotlar tomoshabinni voqealar ichiga tortib, syujet bilan birga yashashga majbur qiladi. Aynan shu jihatlar Fitnani oddiy drama emas, balki hayotiy hikoyaga aylantiradi. Ikkinchi mavsum o'z barqarorligini saqlab, mazmunan yanada pishganini ko'rsatmoqda. 26-qism esa tomoshabinni keyingi voqealarni intiqlik bilan kutishga undaydigan kuchli epizod sifatida yodda qoladi.